Hürmetli vatandaşlık ziyaretimizi devamlaştırıyoruz. Bugün Çinslağa hürmetli vatandaşım 2001 yıl 5. ayının 31. günü. Endeki mavzumunda Prezident Joe Biden istihbarat organlarının tekşirişine 3 ay vaqt berdi mi? Juqumluq virusdan kelish manbini tekşirişine 3 ay vaqt berdi mi? Yoki Cumhuriyet Kompartiyasiga 3 ay vaqt berdi mi? Mavzuli xabar 5. ayının 30. günü Vanbi torbitida e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Yaqinqi bir mezgildan beri Amerikada siyoset minbiridan tartib, ilm sohasigacha axborot organlaridan tartib, istihborot organlarigacha yuqumli virusning yoki Wuhan virus tadqiqoti o'rnidan chiqib ketganligi masalasi bo'yicha qayta ko'p tarafli tekshirishlar boshlandi ve alakadar paketler o'ttirga qo'yildi. Gerçi bir xulosiga kelinmagan bo'lsa-mu, lekin ko'ngilda son bor edi. Prezident Joe Biden istihbarat organlarini mas'ul qilib, paketni 3 oy ichida tayyorlab chiqishni hamda natijasini ochiq oshkora e'lon qilishni talab qildi. Obzorchi Chin Vijan maqol yozib mundaq hisobladi. Prezident Joe Bidenning so'zicha albatta aniqki qo'lida paket bor. Agar undaq bo'lmaydi ekan, bundaq bayonot e'lon qilmasligi mumkin edi. Prezident Joe Biden Oqsaroy kirish bilanla sobiq prezident Trumpning Wuhan virusini tekshirish vazifasini yoki xizmatini bir tarafga qayirib qo'yishidan qaraganda cho'qim istihbarat organlarining Po'latdek paketiga erishdi. Shuning bilan Prezident Joe Biden virusning kelish manbini davomli tekshirishga yo'l qo'ydi. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Chin Vijanning obzorida Wuhan'da yuqumli virusni oshkorlagan birinchi kishi boshqa kishi emas. Wuhan virusi tadqiqot o'rnining boshlig'i yoki mas'uli Xi Jinping xonim edi. Wuhan virusi oshkorlanganda Shanxayda turayotgan Xi Jinpingning birinchi inkosi Wuhandan masala chiqdi deyishlam bo'ldi. Bu dal muxbirlar Xi Jinping xonimni ziyorat qilib anlatgan xabar edi. Xi Jinping Wuhan'da mundaq bir ofatning yuz berganligini bilmagan bo'lsa, muxbirlarning ziyoratini qabul qilmagan bo'ladi. Wuhan'da yuqumli virus portlashdan burun tajribaxonada ishlaydigan Huang Yan ismli bir tadqiqotchi tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Tadqiqotchilar bu kishi birinchi bo'lib yuqumlangan kishi deb hisobladi. Lekin Cumhuriyet Kompartiyasi bu kishini boshqa joyga yo'tkab ketildi dedi. Lekin bu odamni ko'rsatmadi. Bu nima ish? Wuhan virus to'g'risida qo'yilgan 10 minglagan nima uchun deydigan savollarga Cumhuriyet Kompartiyasi birsigama javob bermadi. Obzorda mundaq hisoblandi. Prezident Joe Biden paket elib chiqish uchun istihbarat organlariga 3 oy vaqt berdi. Amaliyotda bu 3 oy istihbarat organlariga berilgan vaqt emas. Belki bu 3 oy Cumhuriyet Kompartiyasiga berilgan 3 oylik muhlatdir. Belki bu 3 ay Cumhuriyet Kompartiyasiga berilgan 3 oylik muhlatdir. Bu berilgan muhlat shuningga barobarki, Cumhuriyet Kompartiyasiga bizning qo'limizda paket bor deb ochiq aytib qo'yish. Biz sizlarning
Oylanışınlar üçün 3 ay vaqt berdik. Bizden kolumuzda paket var. Çünkü Kompartiyası sizlerin oylanışınlar üçün biz sizlerge 3 ay vaqt berdik. Vaqt belgilep biriş, vaqt çektimisi. Siz qarab turan hazırkı vaziyetinin, muşuramki içinde yakımışlığına yakınlap kilovatkan vaziyetinin, şunun deyin ki, mesela 3. aydan keyin, qandaq işlarning yuz berishini tasavvur qiling ekan.